Alo? Ha, Sardor aka? Nimalar qilyapsan? Voy, Murzikka kiyintirib birga ko'chaga aylangan chiqmoqchi edik. Men kim bu bola? Voy, mushugim bor-ku, bilasiz-ku. Aka, Murzik. Shu ne kiyintiradi? Bo'pti. Bola, hozir ham mana shunday javob berib oling. Sardor aka, hozir sizga zo'r narsa ko'rsataman. Mana qarang, asalligini. Murzik. Oqqina shirin. Mana ham shunaqa erkalasa bo'lmaydimi? Qalaysan? Nima bo'ldi? Kasal bo'lib qopti. Ham kim kasal bo'ladi, nima vaqtma qo'ysan? Murzik, shug'ulib qopti. Kasal bo'lgan bo'lsa tuzaladi, ne vaqtma qilasan? Yo'q, jinimsiz o'lib qo'ysin, nima qilaman? Ne o'ladi, o'lmaydi. Nima qilamiz buni hozir? Bugun Murzik biza bilan yuradi. Hop. Sardor aka, sizga juda ham muhim savolim bor. Faqat o'ylab, keyin javob bering. Hop. Mana ko'rvos, menga sovchilar kelishni boshladi. Agar men ularni hammasini отказ qilib, sizga turmushga chiqadigan bo'lsam, menga bitta narsaga va'da berishingiz kerak. Nimaga? Murzik to'ydan keyin biza bilan yashashiga. Murzikmi? O'ladi Murzik. Men o'zim o'ldirib yuboraman bu Murzikni. Bu holatda biza borib. Deyman.